Saida Mirziyoyeva, men otamning qiziman. Assalomu alaykum do'stlar, suhbatlarimiz davom etadi. 2026-yil boshlandi. 2026-yil siyosiy hayotimizda, O'zbekistonning siyosiy hayotida Mirziyoyevning katta qizi Saida Mirziyoyeva bir rus tilida gapiradigan, o'zbekcha bilmaydigan bir bloger, Kirill Altman degan bir bloger, bilmadim, men buni millatini tushunmadim. Alter ego degan. Alter ismi bo'lishi mumkin, bilmayman buni ham. Ego degani, nafs degani, egoist degani, xudbin degani. Mana shunday bir rus tilida suhbat qilgan. Intervyu deyishyapti odamlar, intervyu emas, muloqot, suhbat, uchrashuv. Xullas o'zbekchasi. Bu ko'rmagan edim. Men kecha menga aytdilaringiz ko'ring deb, men ko'rmayman degandim, lekin biz muxolifatchi bo'lgandan keyin mas'uliyatimiz bor, ya'ni davlatda, hukumatda kimlar nima deyapti bilishimiz kerak. Bugun munosabat bildiraman. Masalan, Alisher Qodirov aytibdiki, o'zbeklar darhol Rossiyadan qaytsin. Bundan keyin yana yomon bo'ladi deb. Kechqurun shu haqda gaplashamiz. Xo'p. Bu intervyuni, bu suhbatni ko'rib qanday xulosa qildim? Birinchi xulosam shu. Saida Mirziyoyeva ruscha fikrlaydi. Tafakkuri, ongi, zihniyati ruschadir. Unda o'zbekcha tushuncha qolmagan yoki bo'lmagan, umuman shunday deylik. Bu gapimga agar qarshi bo'lsa, Saida Mirziyoyeva bir jurnalistdan, o'zbek jurnalisti bilan uchrashsin va xuddi mana shu Kirill Altmanga suhbat bergandek o'zbekcha suhbatlashsin. Suhbatlasha olmaydi. Bu gaplarni ayta olmaydi o'zbek tilida. Nimaga? Ongi, tafakkuri, zihniyati o'zbekcha emas Saida Mirziyoyeva. Gulnora Karimova qanday o'ris bo'lgan bo'lsa, bu ham shunday qo'pol o'zbek tilida o'ris kalla. Birinchi xulosam. Ikkinchisi, otamning qiziman deyapti. Faqat otasi haqida gapiryapti. Holbuki uning egallab turgan lavozimi davlatning lavozimi, davlat esa xalqniki. Saida Mirziyoyevaning bu suhbatdan qilingan ikkinchi xulosa shu. Saida Mirziyoyeva o'zbek xalqining qizi emas. O'zbek davlatining qizi emas. Otamning qiziman, otam unday, otam bunday. Suhbatning bir deylik 3dan 2 qismi shunday. O'zining ishi haqida, mas'uliyati haqida gapirmadimi? Gapirdi. Ikkita narsa yodimda qoldi. Toshkentda havo ifloslanishining biroz kamayganligi. Buni e'tirof qilamiz. Lekin davlatning butun kuchi ishga solindi. Nimaga Mirziyoyev qiziga shu vazifani topshirishdan oldin davlatning butun kuchini ishlatmadi? Demak, qizim qilsin, qizimni ko'rsatay degan ma'noda qizini reklama qilish uchun davlatning butun kuchi bilan Toshkentning havosi biroz bo'lsa ham tozalandi. Mayli, tozalandi. Yaxshi, nima qilgan bo'lsa ham baribir yaxshi-da, yaxshi narsani yaxshi deymiz. Ikkinchisi, o'sha prezident ma'muriyatida, administratsiyasi emas. Prezident idorasi, ma'muriyati, devoni 5 ta dedi ustuvor vazifamiz bor dedi. Suv masalasi dedi, tadbirkorlik, ya'ni biznes yapti, tadbirkorlik, ta'lim masalasi va sud hokimiyati u yerda demak isloh qilish, mana shu gaplarni aytyapti. Qanaqadir bir ma'lumoti bor turgan joyi haqida, nima qilish haqida. Lekin takror aytaman, Saida Mirziyoyevaning bu suhbatdan qilingan xulosa shu. Saida Mirziyoyeva o'rischa fikrlaydi. Bir, ikkinchisi o'zini o'zbekning qizi, xalqning qizi deb bilmaydi, otasining qizi deb biladi. Bundan qanday xulosa keladi? Saida Mirziyoyevaning o'zi qilayotgan xulosa, bu davlat bizniki, oilamizniki, otamniki. Otam menga buni berdi deyapti. Xalq berdi demayapti. Haqiqatan ham xalq unga bergan emas, saylangan emas u yerga. Yoki xalqning boshqa bir vakili u yerda ishlayotgani yo'q. Saida Mirziyoyeva xalqning vakili emas, Mirziyoyev oilasining, klanining vakili sifatida u yerda eng katta lavozim. Asosiy lavozim. Mana Ukrainaga qaraysizlar, hozir juda katta bir demak poraxo'rlik, korrupsiya masalasi Zelenskiy atrofida bir Yermak degan odam bor edi, Saidaning o'rnida o'tirgan prezident idorasining rahbari. Istifoga ketdi ham. Nihoyatda muhim joy u yer.
Lekin u yerda o'zbek xalqining vakili o'tirgani yo'q. Mirziyoyev oilasining vakili o'tirdi. Mana buni xulosa qildi. Demak, ular suhbatni otasi ham roziligini olgan bo'lishi kerak. Otasining xabari bor. Saidaning shunday suhbatni. Shu yerga e'tibor bermagan bular. Ya'ni Saida sen shunday gapirki, odamlar seni xalqning qizi deb bilsin, xalqning vakili, xalqning rahbari deb bilsin deb shu xulosaga kela olmagan ular. Unday xulosaga kela olmaydi. Nimaga? Ularning aqlida shunday xulosa yo'q. Bo'lmasa aytish kerak edi. Ehtiyot bo'l, gaplaringga qara. Ko'proq xalqni gapir. Ko'proq xalqning muammosini gapir. Men xalqimning qiziman. Shuning uchun shu yerda xizmat qilaman deb gapir degan gapni ularning kallasida yo'q. Xayolida ham yo'q, tushunchasida ham, rejasida ham yo'q. Otamning qiziman, Mirziyoyevning qiziman, prezidentning qiziman, oilaning qiziman dedi. Bir tarafdan yaxshi bo'ldi. Bildik. Demak, o'zbekcha fikrlay olmaydi. Ikkinchidan, bu davlatga, xalqqa xizmat qilmaydi, oilasiga xizmat qiladi. Oilasining vakili. Endi qanday bo'lish kerak? O'zi qanday bo'lish kerak? O'zi shunday bo'lish kerak do'stlar. Prezidentlikka saylov erkin bo'lishi kerak. Yolg'on partiyalar bilan bo'lmasligi kerak. Mirziyoyevning vakolati mana bu yil bityapti. 2016da keldi, 2026. 10 yil bo'ldi. 10 yilda ketish kerak edi. Bular ketmaymiz, davlat bizning tomorqamiz deb o'tiribdi. Demak, buni tuzatadigan yo'li erkin saylov o'tkazish. Erkin saylov o'tkazgandan keyin O'zbekiston mehnat qonunchiligida, kodeksida emas, mehnat qonunchiligida aytilgan. Oilaviy qarindosh urug'lar bir idorada ishlay olmaydi. Kim buzayapti bu qonunda? Mirziyoyev buzayapti. Konstitutsiyani kim buzayapti? Mirziyoyev buzayapti. Butun korrupsiyaning boshida kim turgan? Mirziyoyev turibdi. Kichkina kuyov 20 million, 30 millionga qasr quryapti. Qayerdan oldi pullar? Hisobini berish kerak. Hech qanaqa Mirziyoyev demak korrupsiyaga qarshi favqulodda kurash olib bormaydi. Favqulodda e'lon qildim deyapti, lekin kurash olib bormaydi. Olib borsa, o'sha Otabek Umarov kichkina kuyovining yoqasidan olish kerak. Butun qarindoshlarining yoqasidan olish kerak. Shunda favqulodda kurash bo'ladi. Mana shu Saida Mirziyoyevaning demak suhbatini ko'rdim. Mana bu Kiril Altman bilan rus tilida. Demak, u ruscha fikrlaydi. O'zbek xalqining dardini tushunmaydi. Xayoli ruscha. Va o'zini xalqning qizi deb bilmaydi, otasining qizi deb biladi. Davlat bizniki, oilamizniki, otamniki deb biladi. Ya'ni xalqning vakili emas va kelajakda ham hech qanaqa bu xalq rahbari bo'la olmaydi. Rahmat, suhbatlarimiz davom etadi.